2017 yildan buyon Sharq Turkiston xalqi ustidagi zulmni hassilab oshirayotgan millionlagan kishini yig'ib olish lagerlariga qammaganligi sababli xalqaro jamiyatning noroziligini qo'zg'agan Xitoy yangi bir yolg'onchilikni o'ttirib chiqardi. Zimiston torining xabar qilishicha, Xitoy doiralari yig'ib olish lagerlaridagi kishilarning bu joylarga majburiy olib kelinmaganligini aytgan. Doiralar tutqunlarning arxiv hujjatlarini yangilash harakati boshlagan bo'lib, yangi yasalgan arxivlarda Uyg'urlarning hech qachon majburiy qamalmaganligi va jinoyatchi bolaning uylarida erkin va rahat yashayotganligi faqat doiralar tomonidan pat-pat nazorat qilinayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Sharq Turkiston uchun fidoyilik qilayotgan polshalik Martina Koketkevis necha oydan buyon Polshaning o'xshash bo'lmagan shaharlarida Sharq Turkiston masalasini tonishtirish va diqqat tortish uchun faoliyat olib bormoqda. U yaqindan buyon Polshaning Boznan shahrida Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmiga diqqat tortish uchun yolg'iz kishilik namoyishni davomlashtirmoqda. Sharq Turkiston bayrog'i ko'targan va ko'k rangli sharpi taqagan Koketkevis qo'lidagi plakatlarga yozilgan Uyg'urlarni qutqizayli, lagerlar taqalsin degan shiorlar bilan diqqatni tortdi. Xitoy Savdo ministri import bojlarining o'stirilganligi sababli Dunyo savdo tashkilotida Amerikaga qarshi da'vo ochganligini bildirdi. Amerika yakshanba kuni Xitoydan import qilingan mallarga 15% tambojni beji qo'shishni boshlagan bo'lib, Xitoymi buningga qarshi Amerikadan import qilingan neft mahsulotlarga qo'shimcha boj qo'ygan. Bu ishlardan keyin Xitoy savdo ministri Jongshan bu boj qo'yish ishining Xitoy va Amerika orasida Osakada hosil qilgan kelishimga xilof ekanligini aytdi. Amerika dengiz armiyasi tunji qitim Sharqi Janubiy Osiyo allari ittifoqi davlatlari bilan birlikda manevr o'tkazdi. Janubiy Xitoy dengizida Xitoy bilan Amerika orasidagi jiddiylik kuchayayotgan bir mezgilda o'tkazilgan manevrga 8 urush paraxoti, 4 dengiz armiya aeroplani va 1000 dan ortiq askar qatnashdi. Xitoy armiyasining urush paraxotlari Vyetnam egilik huquq talab qilayotgan dengiz tavalligida turishni davomlashtirmoqda. Livandagi Hizbullah tashkilotining rahbari Hasan Nasrullah Isroiliyaning hujumlariga qaytarma zarba berdiganligini aytdi. Televizorda bayonot e'lon qilgan Nasrullah qizil siziqlarning bekor qilinganligini, Isroiliya hujum qilgan taqdirda Isroiliyaning eng ichki joylarigacha qaytarma hujum bilan zarba berdiganligini ta'kidladi. Hizbullah oldingi kuni e'lon qilgan bayonotda Isroiliyaning Avovim rayonidagi harbiy avtomobillarni bo'ysundirganligini bildirgan edi. Amerikaning Afg'oniston masalasi alayida elchisi Zalimay Xalizat Taliban bilan birlikka kelgan kelishimga asosan tunji qitimda Afg'onistondagi 14 ming askarimizdan 5 bazadan 5 ming askarni chekindirmiz dedi. 9-qitim Taliban vakillari bilan Qatarda uchirish o'tkazgan Xalizat oldingi kuni poytaxt Kabulga kelib, prezident Ashraf G'ani bilan ko'rishdi.